Boydan beri mana shu bolani kuzatib turibman. 10 mingni olib 15 ming sotasizmi? Ha. 50 mingga berasizmi? Berasizmi? Rozimisiz? Men roziman. 50 mingga sotasizmi? Mayli. Ha? Ha. Ukangiz qayerdalar? Uyda. Nimaga uyda? O'qiydi u. Ukangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Ha? Ha. Nega ishlatmaysiz? Ishlatmayman. Men o'zim o'qimaganman-da, ukam o'qishini xohlayman. Men hech qayerda o'qimaganman. O'zi ikkita onamiz bor. Ota-onam. Jigaringizni bu kimga almasharmi deysiz? Yo'q. Mashinagachi? Yo'q. Uygachi? Yo'q, almas. 100 million pulgachi? Yo'q. Jigarim ko'p. Ota-onamdan qolgan yodgorim ko'p. Ko'chada yotib yursam ham almashmayman jigarim baka. Bu kitobga 50 ming so'm tashlab beraman. Sizga beraman. Siz jigarga bo'lgan muhabbatingiz uchun yana 500 ming qo'shib beraman. Bo'ladimi? Ha? Faqat bitta narsani hech qachon unutmang. Jigaringizdan voz kechmang. Kim tashlab qo'ysam, siz jigaringizni tashlab qo'ying. Men bilasizmi nima videomda? Hozirda sizlar rahim o'zgan, akasidan, ukasidan voz kechib ketayotgan juda ham ko'p odamlarni ko'ryapmiz. Haqiqatan juda ham ko'p unaqa odamlar. Ularga nima degan bo'lamiz? Kesir oqibatli o'zini jigari topilmaydi. Ayniqsa meni ota-onam o'tib ketgan jigarimni qasam topolmayman. Lekin nima tug'ib beradigan, nima qiladigan onam yo'q-da. Otam ham o'tib ketganlar. Bitta dona ukam bor o'zi. Jigar topolmaydi. Jigar topolmaydi. Mol-mulk topasiz, lekin jigar topolmaysiz. Opa-singil aka-ukani topolmaysiz. Xafa bo'lgan bo'lsangiz, arazlashib qolgan bo'lsangiz, videoni yuboring-da. Jigar meni kechir, aka-uka meni kechir. Biroq uzr so'rab qo'ying agar. Men 500 ming pul. Har doim masalan mehribonman. Hech qachon jigaringizni tashlab qo'ymayman. Bu pulni nima qilasiz endi? Uyga yeyishga narsa olib boraman, nima beraman, kvartira beraman. Osh yeyman deganda oshga beraman ukamga. Osh yaxshi ko'radilar. Ha? Bizga nima bo'lib qo'yishsa? Obuna bo'lib qolibsizlar. Mendan qaytmasa iloyim, Allohdan qaytsa iloyim. O'tgan ota-onalarning joylari jannatda iloyim yaxshi joylarda ato qilsin. Ular yaxshi o'g'il qizlar bersin. Bizga Alloh bersa akajon. Amin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Akasini xafa qilib qo'ygan, yo ukasini xafa qilib qo'ygan insonlar qarang. Men ko'chada qolsam ham, ko'chada yotsam ham ukamni almashmayman deb. Tasavvur qilasizmi, bu qanchalik sizlarga rahim. Bir-biringizga shunaqa muhabbatli bo'linglar. Akajon, ukajonim, seni yaxshi ko'raman deng. Shu videoga bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh qaysidir yaqiningiz sizni ko'rib, u ham ilhomlanadi.